Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni ariza bermasa ololmaydi. Bu gap shunchaki ogohlantirish emas, amalda ko'pchilikning puliga ta'sir qiladigan masala. Odam men pensionerman, davlat biladi, hammasi avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar va qayta hisob-kitoblar faqat murojaat qilingandan keyin ko'rib chiqiladi. Agar ariza bermasangiz sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pul vaqtida tushmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa ota-onangiz, bobo-buyingiz, yolg'iz yashaydigan pensioner qarindoshingiz bo'lsa, bu ma'lumot ularga juda kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu kanalda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va qonuniy to'lovlar bo'yicha oddiy tilda tushuntirib boraman. Men avvalo masalaning ildizini tushuntiraman. Ko'p yillar davomida odamlar pensiya tizimiga shunday qarashga o'rganib qolgan. Pensiyam tayinlangan. Demak, hamma narsa davlat organlarida bor. Menga tegishli bo'lgan har qanday pul o'zi keladi. Ayrim holatlarda ma'lumotlar avtomatik almashadi. Masalan, pensionerning asosiy pensiyasi belgilangan tartibda har oy to'lanadi. Pensiya miqdori umumiy oshirilsa, odatda bu oshirish alohida arizasiz qo'llanadi. Ya'ni prezident farmoni yoki hukumat qarori bilan pensiyalar indeksatsiya qilinsa, pensiya alohida borib menga ham oshiring demaydi. Lekin muammo shundaki, hamma qo'shimcha pul ham bunday avtomatik emas. Ayrim to'lovlar shaxsning aniq holatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, pensioner yolg'iz yashaydimi, nogironligi bormi, qaramog'ida mehnatga layoqasi oila a'zosi bormi, ilgari hisobga olinmagan ish staji topildimi, ish haqi haqida arxiv ma'lumoti chiqib qoldimi, zararli mehnat sharoitida ishlagan davri tasdiqlandimi, mukofot yoki faxriy unvon bo'yicha ustama olish huquqi bormi? Mana shunday holatlarda davlat organi sizning shaxsiy hayotingizdagi o'zgarishni har doim ham avtomatik bilmasligi mumkin. Oldin ham shunday tartib bo'lgan, hujjat bilan tasdiqlanadigan holat bo'lsa, fuqaro murojaat qilishi kerak. Hozir esa raqamlashtirish kuchaygani bilan hamma ma'lumot ham elektron bazada to'liq emas. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish staji, kolxoz, sovxoz, korxona tugatilgan tashkilotlar. Arxivdagi ish haqqi ma'lumotlari ko'pincha alohida izlanishni talab qiladi. Shuning uchun endi hammasi avtomat bo'lib ketdi deb beparvo bo'lish katta xato. Men birinchi navbatda kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aytaman. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va oxirgi yillarda hayotingizda biror muhim o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Masalan, sizda nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, qaramog'ingizda nogiron farzand, voyaga yetmagan bola yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bo'lsa, yolg'iz yashash holati yuzaga kelgan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, uy, joy, kommunal to'lovlari yoki parvarish bo'yicha kompensatsiya turiga kiradigan to'lovga huquqingiz bor deb o'ylasangiz, albatta ariza bilan aniqlashtirish kerak. Endi misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Olimtagi yoshli onaxon pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari boshqa viloyatda yashaydi. O'zi esa yakka yashaydi. U qo'shnisidan eshitadi. Yolg'iz pensionerlarga ayrim yordamlar bor ekan, lekin onaxon hech qayerga murojaat qilmaydi. Mahalla uni biladi, lekin mahalla xodimi har bir holatni avtomatik pensiya organiga yetkazishi shart deb o'ylash noto'g'ri. Natijada onaxon bir necha oy, ba'zan undan ham ko'p vaqt tegishli yordam yoki qo'shimcha ko'rib chiqilmay yurishi mumkin. Agar u mahallaga, ijtimoiy xizmat organiga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, holatini yozma bildirsa, hujjatlar tekshiriladi va huquqi bo'lsa to'lov tayinlanadi. Ikkinchi misol, 63 yoshli erkak kishi pensiyaga chiqqanda ish stajining faqat 25 yili hisoblangan. Chunki eski zavodda ishlagan 6 yillik davr bo'yicha ma'lumot topilmagan. U bo'ldi shu pensiya ekan deb yuradi. Oradan 2 yil o'tib, zavod hujjatlari arxivda borligi aniqlanadi. Agar u ariza bermasa va arxiv ma'lumotini taqdim qilmasa, pensiya o'z-o'zidan qayta hisoblanmaydi. Ariza berib, qo'shimcha staj tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Misol uchun, uning pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lsa, staj qo'shilgandan keyin 1 million 37 ming yoki 1 million 707 ming so'm bo'lishi mumkin. Raqamlar har bir holatda alohida hisoblanadi, lekin farq har oy tushadigan pulda seziladi. Uchinchi misol. Pensioner ayolning qaramog'ida nogironligi bo'lgan voyaga yetgan farzandi bor. Ayol o'zi pensiya oladi, farzandi ham alohida nafaqa olishi mumkin.
Lekin qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz shaxs sababli ayrim ustama yoki yordamlar masalasi ko'rib chiqilishi ehtimoli bo'ladi. Bu yerda juda muhim narsa bor. Mening uyimda nogiron farzand bor degan og'zaki gap yetarli emas. Buni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, birga yashash yoki qaramog'ida ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar, pasport nusxalari, zarur bo'lsa mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Arza bo'lmasa masala ochilmaydi. 4-misol, odam zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlagan. Masalan, kon, kimyo sanoati, paxta tozalash zavodi, issiq seks, qurilishning ayrim xavfli yo'nalishlari yoki sog'liq uchun zararli bo'lgan ish joylarida yillar davomida ishlagan. Pensiyaga chiqishda bu davr oddiy staj sifatida kiritilgan, lekin imtiyozli sharoit sifatida e'tirof etilmagan. Agar fuqaro buni tekshirtirmasa, qo'shimcha huquqlaridan foydalana olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda ish joyi buyruqlari, mehnat daftarchasi, lavozim nomi, korxona ma'lumotnomasi, arxiv hujjati juda muhim. Birgina lavozim nomidagi farq ham natijaga ta'sir qiladi. Masalan, operator deb yozilgan bilan zararli seks operatori deb yozilgan hujjatning huquqiy ahamiyati boshqa bo'lishi mumkin. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Agar siz faqat umumiy pensiya oshirilishi haqida gapirayotgan bo'lsangiz, ya'ni mamlakat bo'yicha barcha pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, odatda buning uchun alohida ariza talab qilinmaydi. Shuningdek, sizning pensiyangiz doimiy to'lanayotgan, holatingizda o'zgarish bo'lmagan, yangi hujjat topilmagan, qaramog'ingizda yangi shaxs paydo bo'lmagan, nogironlik, yolg'izlik, parvarish, arxiv staji kabi masalalar yo'q bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin men baribir yilda kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam o'zi bilmagan huquqqa ega bo'lib chiqadi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gapiraman. Birinchi xato, mahalladagilar biladi, demak o'zlari rasmiylashtiradi deb o'ylash. Mahalla ko'p masalada yordam beradi, ro'yxatga oladi, tavsiyanoma beradi, ijtimoiy holatni o'rganadi. Lekin har bir qo'shimcha pensiya to'lovi yoki ustama bo'yicha asosiy qarorni vakolatli organlar hujjatlar asosida qabul qiladi. Shuning uchun mahallaga aytib qo'yish bilan ish bitdi deb bo'lmaydi. Sizda yozma murojaat, qabul qilingan ariza, kirim raqami yoki elektron murojaat tasdig'i bo'lishi kerak. Ikkinchi xato, telefon qilib so'radim, yo'q deyish deb to'xtab qolish. Telefon orqali xodim umumiy ma'lumot beradi. Lekin sizning hujjatlaringizni ko'rmasdan aniq qaror ayta olmaydi. Men doim aytaman, pensiya masalasida og'zaki javobga emas, yozma javobga tayaning. Agar siz ariza bersangiz, organ hujjatlarini ko'rib chiqadi va sizga asoslantirilgan javob berishi kerak. Rad javobi bo'lsa, qaysi sabab bilan rad qilingani yoziladi. Ana shundan keyin siz kamchilikni to'ldirishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Uchinchi xato, hujjatlarni yarimta topshirish. Masalan, fuqaro ariza yozadi, lekin arxiv ma'lumotnomasini ilova qilmaydi. Yoki pasport nusxasi bor, lekin nogironlikni tasdiqlovchi hujjat yo'q. Yoki mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgani sababli muhr va buyruq ma'lumotlari tekshirilmagan. Natijada ish cho'ziladi. Pensioner esa menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa masala hujjat yetishmasligi sababli to'xtab qolgan bo'ladi. 4-nozik jihat, to'lovning boshlanish sanasi. Ayrim to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlar murojaat qilingan kundan, ayrimlar esa hujjatlar to'liq topshirilgan kundan hisoblanishi mumkin. Mana shu joyda ariza bermaslik juda zararli. Masalan, siz bugun huquqingiz borligini bilib turib, 6 oy keyin murojaat qilsangiz, hamma holatda ham 6 oylik pulni qaytarib olaman deb o'ylamang. Qaysi to'lov bo'yicha qanday tartib borligi alohida ko'riladi. Shuning uchun huquq bor deb taxmin qilsangiz ham darhol murojaat qiling. Ariza sanasi keyin juda muhim bo'lib qoladi. 5-nozik jihat, bir to'lov ikkinchi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, biror ijtimoiy yordam tayinlanganda oilaning daromadi, yashash sharoiti, ro'yxatda turgan shaxslar soni, pensiya miqdori hisobga olinadi. Agar pensioner qo'shimcha daromad yoki boshqa to'lov olayotgan bo'lsa, bu ayrim yordam turlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hammasini olsam bo'ladi deb o'ylash ham, bittasini olsam boshqasidan mahrum bo'laman deb qo'rqish ham to'g'ri emas. Har bir to'lovning o'z mezoni bor. Buni hujjat asosida tekshirish kerak. 6-xato, eski familiya, noto'g'ri yozilgan ism, tug'ilgan sana farqi, mehnat daftarchasidagi imlo xatolari. Juda ko'p pensionerlar shundan aziyat chekadi. Masalan, pasportda Yo'ldosheva, mehnat daftarchasida Yuldasheva, arxiv hujjatida esa Yuldasheva deb yozilgan bo'lishi mumkin. Xodim bu bir odam
ekanini avtomatik qabul qilmasligi mumkin. Bunday holatda fodaiy hujjatlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Agar buni e'tiborsiz qoldirsangiz, qo'shimcha staj yoki ish haqi hisobga olinmay qoladi. 7-nozik jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ishlayotgan pensionerning pensiyasini qayta hisoblash, qo'shimcha staj, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar yoki ma'lumotlar masalasi bo'yicha ham murojaat talab qilinishi mumkin. Men ishlayapman, o'zi qo'shilib boradi deb ishonib qolmang. Ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi, davr hisobga olinganmi, qayta hisoblashga asos bormi? Bularni tekshirtirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men bosma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni yozib chiqing, qog'ozga yoki telefonga quyidagilarni qayd qiling. Hozir qancha pensiya olasiz? Oxirgi yillarda oilaviy holatingiz o'zgarganmi? Turmush o'rtog'ingiz vafot etganmi? Yolg'iz yashaysizmi? Qaramog'ingizda kim bor? Nogironlik guruhi bormi? Ilgari hisobga olinmagan ish staji yoki arxiv hujjati bormi? Faxriy unvon, medal, mukofot, zararli ish sharoiti bo'yicha hujjatingiz bormi? Shunchaki menimcha bor demang, aniq faktlarni yozing. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish stajiga oid hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, fodaiy hujjatlari, oila tarkibi yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar, bank kartasi yoki to'lov ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir masalada hujjatlar ro'yxati farq qiladi. Shuning uchun avval nusxalarni tayyorlab qo'ying. Asl nusxalarni esa ko'rsatish uchun olib boring. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya miqdorini qayta hisoblash, staj qo'shish, pensiya ustamalari kabi masalalarda odatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Ijtimoiy yordam, yolg'iz keksalar, parvarish, mahalla orqali ko'riladigan yordamlar bo'yicha mahalla. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali masala ko'rilishi mumkin. Elektron murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, may 9 orqali ham tekshirib ko'rish mumkin. Lekin yoshi katta odamlar uchun eng qulay yo'l farzandi yoki ishonchli yaqinlari bilan birga borib yozma ariza topshirish. 4-qadam, arizada aniq yozing. Ariza shunday mazmunda bo'lishi mumkin: mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, menga tegishli qo'shimcha to'lov, ustama yoki qayta hisob-kitob mavjudligini aniqlashingizni so'rayman. Quyidagi hujjatlarni ilova qilaman. Keyin hujjatlarni sanab yozasiz. Agar aynan nima so'rashni bilsangiz, masalan, 1935-2000 yillardagi ish stajimni hisobga olish, nogironlik holatim bo'yicha ustama masalasini ko'rib chiqish, qaramog'imdagi shaxs sababli qo'shimcha to'lovni ko'rib chiqish deb aniq yozing. Ariza qabul qilinganda kirim raqamini so'rang. Bu juda muhim. Kirim raqami bo'lmasa, keyin arizangiz qayerda qolganini isbotlash qiyin bo'ladi. 5-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Qonunchilikda murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari bor, lekin amalda hujjat yetishmasa, arxivdan javob kutilsa, muddat cho'zilishi mumkin. Siz xushmuomala, lekin talabchan bo'ling. Arizam qaysi bosqichda, qanday hujjat yetishmayapti? Javobni yozma shaklda bera olasizmi deb so'rang. Agar rad javobi berilsa, sababini diqqat bilan o'qing. Ba'zan rad javobi yakuniy emas. Faqat hujjat yetishmagani sababli bo'ladi. Kamchilikni to'ldirib qayta murojaat qilish mumkin. 6-qadam, agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Men hech kimga darhol janjal qilishni maslahat bermayman. Avval hujjatlarni tartibga soling, yozma javob oling, rad sababini tushuning. Agar sizda asos bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, xalq qabulxonasi orqali yoki zarur bo'lsa, sud tartibida murojaat qilishingiz mumkin. Lekin sudga borishdan oldin hujjat bazasi kuchli bo'lishi kerak. Og'zaki menga shunday deyishdi degan gap yetarli bo'lmaydi. 7-qadam, ota-onangizning pensiya ishini tekshirtiring. Ko'p hollarda keksalar uyatchan bo'ladi. Borib ovora qilmayman, menga shu ham yetadi, davlatning o'zi biladi deydi. Farzandlar esa faqat pensiya kartasiga pul tushyaptimi deb qaraydi. Men sizlarga mutaxassis sifatida aytaman. Bir marta vaqt ajratib, ota-onangizning ish staji hujjatlari, qaramog'i, yashash holati, imtiyozlari bo'yicha tekshirtirsangiz, keyin ko'nglingiz xotirjam bo'ladi.
Ba'zan 70 ming so'mlik farq ham keksalar uchun dori darmon puli. Ba'zan esa qayta hisobdan keyin pensiya ancha sezilarli oshishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, hech qachon vositachilarga pul berib yubormang. Men pensiyangizni oshirib beraman, qo'shimcha to'lov chiqarib beraman, tanishim bor degan odamlar uchrashi mumkin. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar hujjat asosida tayinlanadi. Agar huquqingiz bo'lsa, ariza va hujjat bilan olasiz. Huquqingiz bo'lmasa, pul berib ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Hamma murojaatlarni rasmiy qiling. Demak, bugungi asosiy fikr bitta. Pensioner bo'lishning o'zi barcha qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadi degani emas. Umumiy pensiya oshirilishi ko'pincha arizasiz amalga oshadi, lekin shaxsiy holatga bog'liq ustamalar, qayta hisob-kitoblar, arxiv staji, nogironlik, qaramog'idagi shaxs, yolg'iz yashash, ijtimoiy yordam kabi masalalarda ariza va hujjat juda muhim. Ariza bermasangiz, sizga tegishli pul ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bu videoni ota-onangizga, qo'shningizga, pensioner qarindoshingizga yuboring. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lov, pensiyani qayta hisoblash yoki ariza berish masalasida muammoga duch kelganmisiz? Qaysi holatda rad javobi olgansiz yoki aksincha? Ariza bergandan keyin pensiyangiz oshganmi? Tajribangiz boshqalarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirish nomani yoqing. Men keyingi videolardan pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilishi shart bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.